Nima ishlar qilyapti va? Mana oyog'imda Oyog'ingiz qayerga og'riyapti oyog'ingiz? mana shu yerda mana uyushadi. Qayerga uyushyapti? Biyga o'tiring. Keyin bunaqasiga. Mana ushsam mana. O'tiring. Oyoq tashlab o'tiring. Yaxshi bijillaydi. Xuddi bo'lmagandek. xumus qo'ygandek o'yladingmi? Topib qo'ydingmi? Qo'llarni issam bo'yatgan. Qo'l o'shami? Qo'l. Yo'q, qo'lim uyushmaydi. Ko'p o'tirsa toliq qilyapti oyoq. Ha, toliqyapti. Ko'p yursam ham toliqyapti. Ko'p yursangiz yurma deyaptimi yo dakas yuraverasizmi? Yuraversam og'riydi. Ishga Og'riydi. borib, namoshanga borib og'riydi. Uyga kirib qolaman qo'laman, yana og'rib qo'yadi, yana chiqib ishim qilaman. Siz dam oldiryapti. Dam oldirib olyapti, keyin yana ish qilaverasiz. Bu muammo belingizda. Ha, belimda nima Ana shunda bosgan joylarim o'sha yo'li. Oyoqni harakatlantiruvchi sidarish nerv yo'li. Bu kirish emasmi? Agar yurganingizda to'xtab yana harakatlanib bel umurtqalari stenoz. Stenoz degani bel umurtqalaringizda torayish bor. Birinchi, ikkinchi daraja deb o'yladim men. Holatingizdan kelib chiqib. Agar 3-4 daraja o'tgan bo'lsa, 100 metr yurasiz, 200 metr yurasiz, o'tib dam olasiz. Yoshi katta bo'lgan sari yurasiz, hovliga 100 metr yurasiz, 200 metr yurasiz, yurma deydi. O'tirasiz, dam olasiz, yana dars yurasiz. Bu o'zi stenoz torayib 3-4 darajasida bo'ladi. Davolasa bo'ladi nasib. Ha. Shu ana turganimga qiynalib turib olyapman-da. Qiynalib turib olasiz, yurgancha ochiladi. U ishlari mana shu oziqlanmayapti deganda yo'q. Ha. Oyoqqa oziqa kelmayapti, kelyapti, kam kelyapti degani. Shuni hisobiga oyog'ingizdagi kapillyar qon tomirlarida bitishlar bo'ladi, mikrosirkulyatsiya deydi-da bizlarda meditsina tilida. Mikrosirkulyatsiyaning buzilishi deydi-da. O'shaning hisobiga bijillayaptimi? Demak, oziqa bormayapti. Bilasiz, sahar kasalliklarda oyoq birinchi yaxlab ketadi, bijillay o'shadi, keyin sezgilik yo'q ketadi. Bu sahardan keyin qandli diabet, polineuropatiya degani o'sha bo'ladi. Sizniki o'shani boshqa tipi. Sahirdagi emas, lekin sahirda ham uni bitta nerv zararlanadi. Chunki oyoqqa cho'kkan nerv o'zi bitta. Sidarish deb asosiy nerv. Qolganlar mayda tomirlar, mayda nervlar. Asosiy ishni bajarayotgan bitta nerv. Sidarishni qo'yib ishlaydi deydi. O'sha narsani beldan bartaraf qilsak, ochib ketadi aslida. Bir oylardan beri bo'lib qoldi. Bunga lekin 1 oy bo'lmagan opa. Bunga 1-2 yil bo'lgan. 1-2 yil? Yo'q, lekin og'rimaydi-da. Endi og'rimaganmi? Og'rimagan, bunday qisman bilinmas sezib og'rigan. Hayot faoliyatingizga ta'sir qilmagan-ku. Oyog'im shunchaki og'riydi, zakka og'riydi. Bitib uyushib og'rimaydi-da, yurgizmay ana qilmay og'rimaydi. Bundan bari kuchayib ketaveradi endi bu. Sizga yaxshi lecheniya qilib beramiz. Agar sharoitingiz bo'lsa, yolib davolanasiz, juda ham yaxshi. Chunki bunga ko'proq fizioterapiya kerak. Tuzlarni bo'shashtirib, bel umurtqasida qolaylanish yaxshilashingiz uchun.